Hammaga salom. Dollar qiymati pasaymoqda. Bugungi valyuta sharhi. Bugungi kunda 1 dollar taxminan 12.149 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya bozorida esa 1 dollar 81 rubl atrofida savdolashmoqda. So'nggi kunlarda dollar qiymati asta-sekin pasayib bormoqda. Bu pasayish nimadan dalolat beradi? Keling, birgalikda tahlil qilamiz. Birinchi sabab markaziy banklarning foiz siyosati. Agar foiz stavkalari pasaytirish ehtimoli kuchaysa, investorlar riskli aktivlarga o'tadi va dollar zaiflashadi. Ikkinchi sabab xom ashyo narxlarining o'zgarishi. Neft va metal narxlari ko'tarilganda ayrim davlatlar daromadi oshadi va dollarga talab kamayadi. Uchinchi sabab siyosiy va iqtisodiy yangiliklar. Bozor ijobiy xabarlarni qabul qilsa, dollar odatda pastlaydi. Ammo noaniqlik kuchaysa, u yana ko'tarilishi mumkin. To'rtinchi sabab mavsumiy pul oqimlari. Eksport to'lovlari, migrantlar yuborayotgan pul o'tkazmalari va turizm mavsumi dollarga ta'sir qiladi. Endi amaliy tomoni. Agar siz dollarda jamg'arma saqlayotgan bo'lsangiz, kursdagi tebranishlarni diqqat bilan kuzating. Ayirboshlashda shoshilmang. Rasmiy kurs va bank kurslarini solishtiring. Katta miqdorni bir martada almashtirish o'rniga bosqichma-bosqich ayirboshlash xavfni kamaytiradi. Yana bir muhim jihat, faqat ishonchli bank va litsenziyali ayirboshlash shoxobchalaridan foydalaning. Kartadan to'lov qilish yoki onlayn xizmatlar orqali operatsiyalar odatda xavfsizroq bo'ladi. Axborot kanallarimizni kuzatib boring. Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Qanday obuna bo'lishni bilmasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Yoki Telegram ilovangizga kirib, qidiruvlar joyida Migratsiya O'zbekiston deb yozganingizda ham bizning kanalimizni topasiz va obuna bo'lib qo'yasiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.